Adam sanımni azdırdı. Shundaq opamniki to'liq kir manbasi uzildi. Endi qilib qolgan ozg'ini pulga nima ish qilsam bo'ladi deb g'am qildigan bo'lib qoldi. Hattoki opamning yurish turishlari oddiylashib, kunda-kun tushkulishib, ortiq choylari, ortiq taloq chiqishlari yo'q. Quchqidagi bolasini beqib uyda turib qolmoqda kunlarning birisida. Uyga dadamiz, ya'ni yosh eri, menga azroq bir pul berib tursangiz, ma ish qilmanda bir mablag' solsam, kuniga manchimandan pul topadigan ish bor ekan deb opamdan kallasini beqirtib, bu opamniki yenidagi ozg'ini shu iqtisodnimi ilkiga yilib oldi. Endi dastlabda bu ishdan xabarim yo'q ekan. Balkim yana opamga az to'n nasihat qilib boqab qo'ydim. Bu pulni to'liq berib bo'lgandan keyin bu odam yo'qolib ketgan ekan bildim men. Opamni albatta goldimaq oson. Chunki opam bir oshiq, bir ko'ngil sarang emasmi? Bu yosh erik shunchaki oshiq bo'lib tekkan. Asli vaslini sepaydak holatda mushu kunlar qilib shu odam shu ko'ngil sababchi emasmi? Shunda qilib bu odamdan bir tanlab bozorga chiqib kiradigan petlam, usti uchida kiyim bilan chiqib ketgan peti yo'q. Opam telefon qilsa, telefonni güvenci. Telefonni qaytarib yutqamay yenib keldim. Opamdan jiddiy mijozi yo'qib qoldi. Qancha mijozi yo'qib qolsam uyga kirib usti uchida almashtirib bir deb qo'ydigan bir yo'li bor. Ishning bunda oson emas. Lekin albatta biz mis qilamiz, bizni noyab cho'ng'olgan. Opam ortiq yaqinmidi. Opamning cho'nglari bilan bek aloqasi quyuq emas. Chunki ular opamni bek yoqtirib ketmaydi. Chunki o'g'ildan 10 necha yosh cho'ng bir ayolni olgan ekan. Ravo ko'midi opamni hozirgacha qabul qilmaqliq shu vaqtgacha. Shunda qilib, aytsi 2 kun o'tgandan keyin sana bir do'stimning to'yiga qatnashiman. To'yda miyag vag'anni ma bir qur, miyag vag'anni ma bir qur deb 2 qur kiyimni olgan bo'lib chiqib ketdi. Men to'yga qatnashishga o'xshaydi. Chunki uni oldirdimi, sening bir net do'stlaring to'yga ishda qatnashib o'ynab kelgan. Shun hadidoq, shun saq bir haftagacha bu odam bilan bu odam bilan opam aloqalasham deb saq bir haftagacha. Sanammi shu to'yga chiqqan peti yo'q, kashqim tuzmoq saq yo'q, atis tuzmoq saq yo'q, surish chiqsa to'yga bormabdi. Shun saq 4-kuni xabarini oldik. Bu odam 2 kishilik biletni ilib, sinimni, ya'ni ahmaq sinimni, endi 19 yoshni oshgan, 20 yoshning qarisini olgan sinimni ilib ichkariga chiqib ketibdi. Kim degan ahmaq, nim degan nadana, bir chamada 2 paxta degandek, puldar opamni vayron qilib, bir xotin qilib bir balni anisiq tashlab qo'ysa, guldek, yoshliqi, urg'ib turgan, endi yetilgan, qo'nchilik endi ichilish oldi turgan sinimni ilib ichkariga qochib ketgan gap bu odam. Bir oildan 2 ayol kishini vayron qildi degan gap. Bu uning uchun bir baxt bo'lsa, biz uchun bir azob bo'ldi. Biz uchun bir yo'qotish bo'ldi. Biz uchun bir yuz to'kilish bo'ldi. Opam dadini o'zi biladi. Men dedim opamga, "Apla saqchiga ma'lum qilaylik desam, bu oila ishi" dedi. Hay o'ylab qo'yinglar. Bir kishi o'zining qizini ep chiqib kelsa, ma o'ydan o oila ishi bo'ladi ekan. Uni oila ishi deb yangichida bir taraf qila oladi ekan. Odam ahmoq bilan mandaq qila. Kichinglarni mingni tildinglar deyman. Albatta, bizning opasi bo'lmagan bo'lsa, men sizlardan o'ta tilib aytgan bo'lardim. Shunaq 1 oy o'tdi, 2 oy o'tdi, 3 oy o'tdi, telefon qilsa bu hech kelsa olmaydi, saqchiga hech qanday ma'lum qilmadi. Qizim o'qishga ketdi deb opam boshqalarga bahona ko'katdi. Bu odam tijorat qilyapti, sirtda deb bahona ko'katdi. U bu so'rg'anlar. Ashta qilib opam bir terib, bir ustixon bo'lib dadini o'zi bildi. Opamni to'liq holatda halok qildi, to'liq holatda vayron qildi. Opamning hech nimasi qolmadi. Opam bir kun menga maslahat soldi. Qizim o'sha uyni sepib, az to'la bir kichikroq bir yavusni bir do'konusini olsak, nima ishlar qilsak, qo'limizda pulimiz bo'lmaydi ekan dedi. Bu eri bilan bu qiz kamidi. Senga bu kun telefon qilmay, kundiga qilmay. Acaba mana yo'lim ma'u deb bir qaytib bizga tushuncha berib qo'ydiganga yarmadi. Bu kishi shunchalik tatlımdı. Bu kishi shunchalik yaxshi ko'rishga arzimdigandi. Endi damog'i tusha, aqlini topgan, 4 balani onasi bo'lgan opam tusha. Yana damog'i tusha. Mushundaq ish ko'rmagan ahmoq gudak singlimdek tusha. Tigi ba'zida o'ylab yetamayman, ba'zida nimancha ahmoqdi bular. Bularning bir vinti qiz qilmadi deb qolgan yagim kelib qolman. Ashta saq 5 oy o'tdi. Biz bu uyni setib oddiyroq bir uyda o'tirdik. Ochgan pulga o'rimchiniki endi xili ko'zi ko'ringan yerdan ijara. Tegda setib oldik, pul yo'q. Ijara ilib, mal silib ochgan bo'ldik. Ancha tirikchilik qilmasak, kenimda yana bir singlim bor, biz 4 qiz degan yerdinglar bor. Ocham to'y qilib ketgan bo'lsa-mu, menimda yana bir singlim bor. Opamniki o erdan tuqqan o'g'li bor. Biz jambaqmisa qanday qilamiz? Opamning o'qishchiqdagi bolasini ko'rsam, ko'zimga dödek ko'rindi. Boldi nimguna deyishingiz mumkin. Men ba'zida o'zim shu qadar eski modab qolma, shunchalik uch ko'rma buni. O'zi bir umaqla, marba, lekin shunchalik ichimdan o'g'am qaynaydi. Bizning mushu kunga qilishimizga, bizningki rohat yashayotgan, xotirjam turmushimizni buzgan mushun dadasi emasmi? Dadasi shunchalik o'xshaydi. Kulishlari, qarashlari. Opamga yutib qapirayotgan o'zini otdan baqson desam qat'iy olmadi. Yo'q, opamayman deb. Bu odamning ko'ngli bo'g'anlik uchunmi yoki boldi nimguna deb balg'am mehr bo'g'anlik uchunmi yo 4 qizdan keyin tuqqan bir tal o'g'li bo'g'anlik uchunmi? Opam zadil mehrini o'zamaydi bu bolasini. Jopatasimi quchoqda opirib ekilib ko'tirib tushirib shu do'konni ichib, mushta tirikchilik qilib kelayotgan kunlarning kepirsida. Har holda bu sodlar endi yomon emas bo'ldi. Jinimizni jannat kerak. Boshqalar sag'irib qamg'idek dadimizni to'kmigidek. Holatda kir manbasiga ega bo'ldik. Lekin Shinjongniki yana uya biyalarda yeching mazgil bo'lish yana boshlandi. Shuning bilan bu ish kirladimi, tekshirishlar qattiq bo'lib yeching boshlangan ekan. Bu uyga dadimizniki
yana singlimizniki, hali ahmaq singlimizniki yanchukda pul qolmabdi. Telefon qilib bir kuni achaman pul sepasana dedi. Bizda pul sepaylik madar yo'q. Qaysi aqling bilan, qaysi yuzing bilan, qaysi ig'iz tiling bilan bizga pul davatsa, yinib kelib bizga javobini ber. Dedik. Sen adam bo'lsang, bizning bir qo'saq qerinishimiz bo'lsang, kelib bizga javobini ber dedik. Bu yerda yeching bo'lish boshlagandan keyin yanchukda pul yo'q, bu ikki bichari oxirgi yinib ketdi. Hali yarmas, ayb chiqib ketgan tushliq sinini boqamabdi. Talib ekan. Bu yerda yeching mazgillarning shamollar chiqqan ekan. Bular yinib keldi. Bu odam qaysi yuz bilan kirdi, uy kiramidi. Lekin singlim qo'sqini yo'qotgan peti keldi. Xatoni bilasiz. Singlim o'zining uyga dadasi bilan, opasining quchqidagi shu inisining dadasi bilan qechib ketgan singlim, aqlsiz singlim qo'sqini yo'qotgan peti, yana shu odamni qo'saqqa turib keldi. Bir oilada ikki ayol kishini vayron qilib, to'liq holatda bu kishi. Lekin singlimning yuzlarini ancha-muncha yara bosgan. Bir juda bir teri bo'lib chochlari tushgan. Hatto yara bo'lmasimi turib iyaviyalar ko'kirib qolgan mushtaq bir kasallik asorati bilan keldi. Qo'sqi yo'g'on holatda. Bu nim bo'ldi? Sening holing nima chiqarib? Desam bilmayman deb yig'lab o'tirdi. Opam bilan isilishib shunda yig'lab ketdi. Opam yig'lab ko'rishib bo'lgan lekin o'tda qozib qo'yib toza tiladi. Toza tiladi. Nim deb tiladi Allah. Sen o'kir adamni azdudon deb tiladi. Mening qizim nobud bo'ldi, vayron bo'ldi. Buning holi nima demay? Dadani azdudon deb tiladi. Opam dötmike, ahmaqmike, haqiqiy bir sarangmike. Sizlar shunda o'ylanammi? Shunda qilib bular kelib elib, singlim kelib 2-20 kun to'liq holatda ishlar yipildi. Biz to'liq holatda yechim vaziyatga kirib ketdik. Singlimning ahvoli kundan-kunga og'irlashib, bu ahvollar bir kun yaxshi bo'lsa, bir kun yomonlashadi. 2 kun yaxshi bo'lsa, 3 kun yomonlashadi degandek. Qo'sqning ham yo'nishiga og'irlashgan sari bu kasallik ahvolining kundan-kunga og'irlashib ketdi. Buni ko'rgan kadrlar yuqoridan doktorlarni o'g'irlashtirib, mashina o'g'irlashtirib, qadariy apar tekshirdik. Bu natijasini olib, hang-tang qoldik. 记得点赞关注哦。